Apa shu rostmi? Yozib qo'yibdi-ku. Motor ketdi. O'zbekistonda eski mashinalarni majburiy utilizatsiya qilish va kompensatsiya to'lash bandi qonun loyihasidan chiqarildi. Jamoatchilik bilan olib borilgan taklif va mulohazalarga ko'ra ishlab chiqarilganiga 30 yildan oshgan avtomobillar uchun har yili bazaviy hisoblash miqdorining 30 barobar miqdorida ekologik to'lov undirish bandi loyihadan olib tashlanadigan bo'ldi. Yangi tartibga ko'ra eski avtomobillar bozor qiymatida baholanadi. Egasiga naqd pul yoki vaucher beriladi. Vaucherni yangi avtomobil sotib olishda boshlang'ich to'lov sifatida ishlatish mumkin. Qolgan mablag'ni 2 yildan 7 yilgacha foizsiz bo'lib to'lash imkoniyati yaratiladi. Agar vaucherdan foydalanilmasa, uning qiymati 1 oy ichida naqd pul shaklida olinishi mumkin. Bu haqda Chiqindilarni boshqarish va sirkulyatsiya iqtisodiyotini rivojlantirish agentligi ma'lum qildi. Faqatgina Samarqand eski avtomobillarni taqiqlashni boshlaydi. Shahar mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi eng ekologik toza shaharga aylanishi kutilmoqda. 2030-yilga kelib Samarqand shahri maydonida yashil hududlarni 30% gacha oshirishni rejalashtirmoqda. Taksilar va avtobuslar to'liq elektr energiyasi bilan harakatlanadi va shahar markaziga shaxsiy avtomobillarning kirishi asta-sekin cheklanadi. Xabarni yaqinlaringizga jo'natib qo'ying va mening sahifamda qoling.